Erkaklarga rahim qiling ayollar. Bir ayol turmush qurganidan 17 yil o'tib, quyidagi gaplarni aytib qoldirmoqda. Ishonchim komil bo'ldi. Erkaklar Alloh yaratganlarning ichida eng chiroyli suratda yaratilgan xilqat ekan. U qo'lida boriniki opa-singlisi, qizi, onasi, ayoli, nabiralari uchun sarflab yuboraverar ekan. O'zini navqiron yigitligini, sog'ligini ayoli va bolalari uchun qurbon qilar ekan. Har kuni mehnat gohida juda kech qolib ishlaydi-yu shikoyat ham qilmas ekan. Erkak garchi tirikchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lsa ham, bolalarning kelajagini qurish uchun tinmay mehnat qilar ekan, tirishar ekan. Oilasini mustahkamlashga urinar ekan. Shunday bo'lsa-da, turli-tuman malomatlarga qolaverar ekan. U ishida xo'jayinisidan yoqimsiz gaplarni eshitib kelib, gohida ota-onasidan, gohida ayolidan dakkilar ham eshitar ekan. Shunda ham isloh etishga urinaverar ekan. Agar o'zini chalg'itish uchun aylangani chiqib ketsa, mas'uliyatsiz er. Uyda qolsa, dangasa va yalqov. Farzandlarini tarbiyalash uchun qattiq tegsa, ularga minnatchi yoki vahshiy. Agar biroz erkin qo'ysa, bolalarning tarbiyasiga beparvo. Ayolini ishlashdan qaytarsa, oilada diktator. Ishlashga ruxsat bersa, tekinxo'r. Shunday bo'lsa ham, bolalarini o'zidan yaxshiroq bo'lishiga umid bilan tinmay shikoyatsiz mehnat qilar ekan. Bolalari uchun dunyodagi eng zo'r mukofotlarni olib bera olmasa ham, o'zi qodir bo'lgan eng yaxshi sovg'alarni hadya etar ekan. Ona 9 oy farzandini ko'tarib yursa, ota bir umr uni mas'uliyatini ko'tarib o'tar ekan. Bildimki, agar uyning erkagi salomat bo'lsa, dunyo salomat qolar ekan. Har bir ota va har bir erni hurmatini joyiga qo'yinglar, aziz ayollar. Sizlar uchun qancha qurbonliklar qilganligini hatto bilmaysizlar ham.